Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarimning qaysi cho'chakni anglag'us bakin? To'xtanglar, men o'ylab baqaya. Bugun sizlarga qaysi cho'chakni aytib bersam bo'lar? Ha, topdim. Bugun men sizlarga Angliya cho'chagi qizchaq bilan 3 iyiqni aytib beraymi? Ondaqda omoqlarimning qiliqi menda bo'lsin. Bir cho'ng o'rmonlikda bir kapi bor ekan. İyiq ata, iyiq ana va iyiqchaq uchaylan bu kapida yashaydi ekan. İyiqchaqlarning yotoq uyiga 3 karvat qo'yilgan ekan. Iyiq ataning karvati eng cho'ng, iyiq ananing karvati cho'ngmi emas, kichikmi emas ekan. İyiqchaqning karvati bo'lsa, kichik ham o'maq ekan. Har oqshimi iyiqchaq va ota-onasi tam o'choqning oldida soat-soatlab o'tirib ko'ngillik paranglashadi ekan. Tam o'choqda gurillab kuyayotgan o't uyni isitib qolmay yana yoritib turadi ekan. Iyiqchaq cho'chak anglashqa bak amroq ekan. Iyiq ota bilan iyiq ana har oqshimi iyiqchaqqa yangi qiziq cho'chaklarni aytib beradi ekan. Iyiq ana safada, iyiqchaq bo'lsa kichik o'rindiqda o'tiradi ekan. Oshxonada 3 dona farforchina bor ekan. Altın gravaklik cho'ngchina iyiq otaning, uningdan kichikragi iyiq ananing, eng kichigi bo'lsa iyiqchaqning ekan. Iyiqchaq o'ktam chidalxo'r bo'lg'ashqa birmi do'sti yo'q ekan. O'rmonlikdagi hayvonlarning ballari bilan o'ynasimi asonla qizirishib qoladigan bo'lg'ashqa, ular uni arg'a olmaydigan bo'lib qolgan ekan. Shunga u kunduzi yolg'iz o'ynaydi ekan, shug'unisi yolg'iz o'ynagan o'yindan qiziqib bo'lmaydi ekan. Bir kuni iyiq ana tort pishiribdi. Uyni bir olgan mazalik tort burqi iyiq ota bilan iyiqchaqning ishtahasini ichib yetibdi. Opa, tort yeyman, debdi iyiqchaq. Shu topda meningmi tort yegim kelyapti, debdi iyiq ota. Ammo iyiq ana, tortni birdan qo'yib qo'yaylik, obdan sovusin-a. Bu muschi tam ancha yaxshi bo'lmaydi ekan. Tort sovug'icha biz qunduzning uyiga berib, uning yangi tug'ilgan bolasini ko'rib kelaylik, debdi. Rost gapni qilganda iyiq ota bilan iyiqchaqning shu topdila tort yeb toza qo'rsoq to'qlig'isi bor ekan. Ammo tort sovumsa toza tamlik bo'lmaydiganligini ular obdan biladi ekan. Shunga ular qunduz buvoqni ko'rib kelishga ma'qul bo'pti. Iyiq ana ko'ngligini kiyibdi, gullik yog'liqini chigibdi. Iyiq ota kostumini va shlyapasini kiyibdi. Iyiqchaq bo'lsa, o'zi eng yaxshi ko'radigan ko'k maykasini kiyibdi. Iyiqchaq, iyiq ota va iyiq ana pokiz, ratli kiyinib yo'lga chiqibdi. Yo'l bo'yida echilib ketgan rang-barang gul-chechaklar ularning ko'nglini texim yuqori ko'taribdi. Iyiqchaq ota-onasining oldida sakrab, taqlab mengibdi. Gullarga qo'ngan kepinak va yengmag'ushlarni qo'g'lab o'ynabdi. Ular ketib uzoq o'tmay, yovigul o'skili chiqqan bir qizchaq ularning eshik oldidan o'tib qoldi. Qizchaqning sochlari oltindek siyriq ekan. U intayin chiroyli ekan. Uning uyi iyiqchaqning uyiga yaqin bir joyda ekan. Qizchaq chiroyli bo'lgani bilan mijozi iyiqchaqnikiga o'xshab ketadi ekan. U kapsizli emas, yana tegib bak oqavur ekan. U iyiqchaq bilan tanishidi ekan. Iyiqchaq bir necha qitim uni birga o'ynashga, hatto uyiga taklif qilgan ekan. Lekin qizchaq uning taklifini qo'pollik bilan rad qilgan ekan. Voy xudoyim-ay, iyiqchaqning uyi ajabmi ko'rimsizkina? Tova, mushu uyga men taklif qilgan bormi? Debdi qizchaq tumshqini ushlab o'z-o'ziga. Albatta bizning uyda chiroyli bo'lmaydi-da. Biroq men yana iyiqchaqning uyini ko'rib boqaychi. Iyiqchaq, men keldim. Eshikni tez ochmamsan, deb to'labdi u eshikni qiqib. Uy ichidan biror sado anglanmabdi. Qizchaq: "Bo'ldilar, o'zim kiraveray", debdi va eshikni ittirib ichib uyga kiribdi. "Ohoy, nima degan mazalik puroq bu?" deb to'lib etibdi qizchaq uyga kiribla.
Qizchaq puraq kelayotgan oshxonaga kirsa, tomoq jo'zida ichiga liqqida to'r selingan 3 china turg'idek. Qizchaq barmog'ini iyiqchaqning chinasidagi to'rtga tekkizib tetib beqibdi. Pa, ajab tamlikkan. Shuning bilan ko'zni yumib ochqicha iyiqchaqning chinasi qo'ruqtilib qapti. Qizchaq yanala to'yg'andek qilmabdi. Yana bir oz yeb boqaychu, yana asraqla. Qizchaq qo'shiqni ilib, iyiq oti bilan iyiq ananing chinasidagi to'rtni yebdi. U jo'zni qalaymaqan qilib etibdi. To'rtni bo'lishiga yeverib, qizchaqning qo'rsiqi gumbasdak bo'lib ketibdi. To'rt boyaqidek tanlik tiytimoyotdi. Amdi nim qilsam bo'la? U uyan bu yanga qarabdi. Birdila tam o'choqning oldidagi sofa bilan ikki o'rindiqqa ko'zi tushibdi. Qizchaq sofaga chiqib taxlab o'ynabdi. Taxlig'ancha taxlig'isi kapdi. Nima degan yumshoq? Tapdi u safada so'zlab yetib beqib. Keyin yana sakrab taxlab o'ynabdi. Bu o'yinda zerikib, o'zini safadan kichik o'rindiqqa bir tashlagan ekan, o'rindiqning bir uti qarsliq qilib sunib ketibdi. O'zi havo tapan bo'lib yiqilib tushibdi. Lekin qizchaq buning bilan kari bo'lmabdi. U palaqlab yugurganicha ustingi qavatga chiqibdi. Qarasa, uyga 3 karavot qo'yuqliq ekan. Karavotlarning biri cho'ng, biri cho'ngmi emas, kichikmi emas ekan. Yana biri kichik ham o'maq ekan. Qizchaq kichik ham o'maq karavotga o'zini etibdi. U karavotda birdan ig'nab yetib, kaynidan pushuldab uxlab ketibdi. 3 iyiq Qunduz buvoqni ko'ribdi va birdan o'ynatibdi. Keyin Qunduz ana bilan xo'shlashib uyga qaytibdi. Ular yo'l bo'yi paranglashqash mengibdi. Mazzilik to'rt iyiqchaqning ko'z oldidan ketmabdi. U ota-onasining tezroq mengishga aldirtibdi. Iyiq ota eshikning g'amqirg'ay ochiqligini yiroqdan ko'ryapti. Opla, bir kim uyimizga kiribdi. Tez menginglar, bulunglar. Iyiq atan tovlabdi. Uchaylan uyga qarab yuguribdi. Qo'rsiq echib ketganligidanmi yoki biror ishni oldin sezganligidanmi, iyiq ota o'tin oshxonaga etilib kiribdi. Bir chatoq chiqqanligini bilgandim. Qaranglar, to'rtimizni yeb ketibdi. Dabdi iyiq ota qattiq ochiqlab. Mening safayimni dasib mehnat qilib etibdi. Dab qaqshab ketibdi iyiq ana. Mening o'rindiqimni sundirib etibdi-ku. Dabdi iyiqchaq yig'lamsirab. Bu chaqda qizchaq nayda qiziq tush ko'rayotgan ekan. U tushining qiziqligidan o'zini bosolmay kulib ketibdi. Kulki ovozini anglagan iyiqchaq alpilan shapilan ustingi qavatga chiqibdi. Arqadan iyiq oti bilan iyiq ana chiqibdi. Ular hayron bo'lgan holda biri besib, ikki besib iyiqchaqning karvatining yeniga kelib qarasa, chiroyli bir qizchaq kulimsirgan holda qattiq uxlayotgudek. Bu yiliqi qizg'u, dabdi iyiqchaq hayron bo'lib. Uyga shuncha taklif qilsam kelgili unmayotdi. Endi kelib qolchi tortinmay uxlab ketibdi-ku. Ha? Yiliqi yiroq qo'shnimizning qizigan-ku. Dabdi iyiq ana ovozini past chiqarib. Shu qizchaqkan. Dabdi iyiq atini peshini lang'ishtib. Iyiqchaq qizchaqning topiniga asta turtibdi. Uyquliq ko'zlarini tasda ochgan qizchaq tuyuqsiz ko'z oldida turgan 3 yumliq chiroyni ko'ribdi-da, karvatdan sakrab tushib, palamtaga qarab etilibdi. "Hay qizchaq, qochmang!" deb vaqirabdi iyiq ana. "Men pishirgan to'rt og'zingizga tegdiganli bo'lsa, intayin xushal bo'laman." "Uyimga kelguningga xushalman," debdi iyiqchaq. "Menmi xushal?" debdi iyiq ata. Shuningdan keyin kapsiz qizchaq adabli qizchaq bo'lib qopti. Banglash iyiqchaqmi bargancha qayda yo'siliq bo'lishga boshlabdi. Qizchaq bilan iyiqchaq yaxshi do'st bo'lib qopti. U pat-pat iyiqchaqning uyiga berib, uning bilan bili o'ynaydigan, yana texi iyiq ani pishirgan to'rtga eg'iz tegadigan bo'pti.
Do'stlar, sizlarning atrofinglardami cho'chakdagi qizchaqa o'xshash kapsiz do'stlaringlar bormi? Sizlar odatda kapsiz do'stlaringlarga qanday muomala qilasizlar? Har bir kapsizlik, adabsizlik qilganda iyiqchaqa o'xshash kangqursoq bo'lamsizlar yoki tangdidang urushamsizlar? Bu cho'chak orqali biz bir haqiqatni bilib oldik-a? Buningdan keyin do'stlaringlar kapsizlik qilganda, adabsizlik qilganda uning bilan urushmay, kangqursoqlik bilan xatoligini ko'rsatib beringlar. Yaxshi muomala qilinglar hamda bu cho'chakni shu kapsiz do'stlaringlarga aytib beringlar, ha? Ularmu iyiq ata, iyiq ana, iyiq chaqning mehmondo'stligini, kangqursoqligini, adablikligini, oq ko'ngilligini o'rganib, qizchaqa o'xshash kapsiz boladan adablik bolaga aylansin. Men ishonman, shu kapsizlar cho'qim tillanlar hadisning umidini yerda qo'ymaydi. Kesh bo'p ketibdi umoqlarim. Amiz bugun baldur uxlanglar, ha? Tatliq tushlar sizlarga amroh bo'lsin.